Gözlerge ot gül kürsüp Gözlerge ot gül kürsüp Sen bilen güller boyalan yaşlı dokku biz mühem Vay bulup namrat yetinla küzüdün koridinem Kim sana bergen aşında kendisi yok kuç kuvvet Sen için perviş kılıp çoğun kıldı halkın her zaman Kim sana bergen aşında kendisi yok kuç kuvvet Aşı işçen milletin akli seni kılay aman Necha yilning oldida yo'qolib ketgan Sattar ushtim tutib paydo bo'lib qoldi. Atdigan siz chiqib ketgandan keyin darvozaning oldida bu Sattarning tuyuqsiz paydo bo'lib qolganini ko'rdim. G'alati ishda bu. Qandoqsiga o'zi paydo bo'lib qolgandi. Xudoga shukr. Nimani bo'lsin Sattarning paydo bo'lganining o'zi yaxshi ish. Hayronman. Uni kim aklab qo'ygandi? Ya'ni kim bo'ladi? Cho'qim Sattarni o'g'irlagan odam o'zi akab qo'ygan gap. Shundaqmi dada? Balalarım, bu mu Xudoning irodasi? O'g'rimi Xudoning irodasiga xiloflik qilishga petinamga o'xshaydi. Balam. Qara, ko'rib ol. Bu Sattardagi ko'nichi yeziq bilan mao naqshni qara. Obdan ko'rgansan, ha? Bu o'z zamonasida o'rdalarda ishlatilgan chalg'ularga silinadigan belgi. Buningda kala ustiqni bilan uyib qo'yilgan 9 degan raqamdan biz bu Sattarning 9-avlod chalg'u ekanligini bilib olaymiz. Sattar qancha ko'nirsa ovoz shuncha soz chiqadigan bo'lib ketadi. Kelgusida bu Sattarni sang miras qoldirma. Obdan bala. Sen cho'qim uni nayt yaxshi qadrlagan. Uni avlodlaringga qoldirgan. Qizim, sen hozirning o'zla bu Sattarni qo'lingga ol. Ma'qul. Darvoza ochiqkan, udulni kiraverdi. Voy, Husanjon kel. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tinchlikmi? Alaykum assalom. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Sizlarga tanishtirib qo'yay. Bu kishi Urumchidan kelgan Oblikim apandi bo'ladi. Muqamni qutqizib olish guruhining muavin boshlig'i. O'zlarining ishi uchun alayda bu yoqqa keldi. Husanjon taqa, biz bormaymiz degan edik-ku. Hozir yig'im terim vaqti dadam ikkimiz nurg'un takliflarga va'da berib qo'ydik. Joy-joylarga berib, naqma-nava qilib pamsak bo'lmaydi. Abdulla aka, o'zlari 2 kun o'yinib boqay demagan edilar. Husanjon Afkan, mehmonni o'rtirg'izib qo'yib so'zlasak bo'lmas. Agar malol ko'msanglar, oldi o'yliq chiqib so'zlashaylik. Bilinglar? Shunday qilasizlar. Marhamat. O'tiring. Husanjon Afkan, o'tiring. Hamma shu yerda o'tiring. Qani, o'tirsizlar. Oblikim apandi shuncha yiroq yerdan riyozat chekib meni yo'qlab kelibsiz. Buningdan men to'limi minnatdorman. Husanjon inim. Urumchi degan bek yiroq yamish. Barmog'im tuzukmi ekan? Abdulla aka, Mushu atrofda cho'rdab o'ltirib, muqamimni anglaydigan el jamoatlardan ayrilib qolishimni o'ylab qolyapman, ukam. Ha? Bo'ldun. Muqamni qutqizilishga mening mushu balam bo'lsa, bo'ldi. Keyin umi balaliq bo'ladi. Biz o'zimizla avlod davomlashtirib ketalaymiz. Shunga sizlarga rahmat, ko'p rahmat. Men bo'ldi, bormay. Abdulla aka, sizlar mushundaq o'ylayaptimdilar. Bundaq o'ylasizlar qanday bo'ladi? Abdulla aka, ayni yillardagi Murodil apandi yodlarida bormi? Yodimda. Albatta yodimda bor. O to'limi hurmatga sazovor kishi edi. Dal shu kishi sizlarning muqomlarini anglabdi-ki. Ham muqomning uzun tarixi ekanligini tushunib, el jamoatning muqomni naqadar qizg'in so'ydiganligini,
Shundaqla muqamning yo'qolishga qarab yuzilayotganligini ko'rib yetibdi ekan. Shuning uchun Şinjan ozod bo'lish bilanla yo'ldosh Muradil partiya markaziy komitetiga doklad yo'llab, 12 muqamni qutqizish va uni ratlash uchun Beyjingdan maxsus muzika mutaxassislarini taklif qilib, sizlarmi bizmi ko'rib baxmagan Unalg'a uskunisini yetkazib keldi. Abdulla aka, sizlarga muayyan Şinjan shuncha cho'ng tursa, qanchalagan kishilarning muqam anglag'isi keladi, ha? Vaqti kelganda sizlar bilan Bavdulla buning uddasidan chiqa olarmi? Abdulla aka. Dadisi. Ularning bayaq gaplarini angladilar. Endi bormislar bo'lmaydi juma. Zade nemilen deydigansiz. Men bo'lmaydi dedim-mi? Bo'lmaydi. Rizvan acha, gapimni anglangizlar. Bizning naqsh usul umgimiz davlat ishtatidagi kasbiy o'rin. Kursantlar a'lo natija bilan o'qish bitirgandan keyin umikimizning rasmiy artistlar bo'ladi. Ya'ni kasbiy mahoratga ega bo'lgan adabiyot san'at xizmatchilaridan bo'ladi. Bundaq bo'lgan yaxshi emasmi? Bu deganlaringizni men tushunmayman. Ish qilib men qizimni yiroqqa avatmayman. Usul oynashqa tayinib non tepib yemisi bo'lmaydigan ishmikan? Zuhrada usul talanti bor ekan. Yana kelib u o'zi usul oynashni bak yaxshi ko'radi ekan. Bu to'si bir yaxshi fursat tursa, sizlar uni bag'ozmisizlar. Meningcha bu bak afsunarli ish bo'larmikan. Singlim. Keling. Bu yerda birdan o'ltiraylik. Ma'qul. Singlim. Usulni acaba yanaqliqda o'ynasa bo'lmamdi ekan? Bizning bu yerda doim mashrablar o'tkazilib turdi. U qanday o'ynayman desa, shunday o'ynayverdi. Men uni hargiz to'smayman. Acha, qarslar, farzandlar ota-onaning yonida umrvoyat tura olamdi. Yana kelib tegi taktidan aytganda, ballar cho'ng bo'lganda davlatning odami bo'ladi. Nima? Singlim, Zuhrani kichigidan men imet deb oshnam berib cho'ng qilgan tursam, endi u qandaqsiga davlatning odami bo'lib qolgudek. Uning ustiga davlatimiz shuncha cho'ng tursa, balalarmi noyat ko'p-ku. Nima uchun faqat bizning Zuhrani uydan ayrilmasa bo'lmaydi ekan? Bu Acha. Faudun. Fatima, nima ish qilmaysiz? Bo'ldi, kirmay. Sizga shuni deb qo'ymoqchi edim. Anam Zuhraning Urumchi Naqsul umigiga berishiga qo'shildi. Rasma, bu bir xush xabar ekan. Sizning Abduzistonda izlaganingizga rahmat. U bo'lmagan bo'lsa, men onamni qayr qilolmaydim. Buningga rahmat etish ketamdi. Bu maslahatni Muhammadjon ko'rsatgan. Men bilaman. Muhammadjon Zuhraga burundan amroq edi. Acaba men sizga amroq emasmikanman? O'g'u shundaq. Fatima. Dadam ishkimiz mushu 2 kun ichida yo'lga chiqmoqchi. Mangamislar? Nega mangislar? Men dadam bilan birga Urumchiga bordi ekanman, ovozga ilish uchun. 12 muqamnimi? Ha. Fatima. Dadam ishkimiz ketgandan keyin pat-pat kelib opam bilan singlimni yo'qlab turasiz, ha? Mangimiz debla hammanglar ketamizlar. Hammanglar ketsanglar, ko'nglim tozimi yerim bo'ladigan bo'ldi-da. Fatima. Buvang bilan xo'shlashgan. Buva, men ketdim amsa. Xo'sh. Oq yo'l bo'lsin. Xo'sh. To'xtab tursin-chi.
Машинаға кечikib qolmasmiz. Kechikmaymiz. Ular kichigirilla billa cho'ngib. Zuhra! Xo'shlashib olsin deyman. Zuhra. Muhammadjon, meni mushaychi uzib kelganingizga rahmat. Muhammadjon, bunda qayg'uliq kuyga chaqinangiz nemisi? Zuhra. Siz meni uydingiz. Men nima qilarimni bilolmay qoldim. Shunga mushu naqsham bilan sizni uzitib qo'yay dedim. Siz mangdingiz. Bavdummi ketdi. Yaxshi do'stlarimning hammasi ketgan tursa, men qanday muxsh bo'la olayman? Bavdun ketgani bilan qaytib keladi-ku. Ovoziga elish tamomlansa, u qaytib keladi. Uning ustiga o'qishni bitirsam, men qaytib kelaman. Bu mening yurtim tursa. Zuhra. Manga deydigan bir ig'iz gapingizmi yo'qmi? Sizni doim eslab turaman. Xayr xo'sh Muhammadjon. Oylamdiki üzmemni bir şehir avap oldu, bir şehir avap oldu. Sen yarımın dedi. Lavton, kırtatlarını yuyup oldunuz mu? Tezrak bulun. Ha, mana. Su bek soğuk ekan. Bomikni o'tisi yumshaganmidi? Ha, yumshidi. Inchikroq bo'lsin, ha? Hey, mening pichoq tutish hunarimni gumonlab o'tamsiz? Yo'q-ay. Bugun Abdulla ustozni mehmonga chaqirdik. U yapaqmagan tamoqlarni qilaylikmikin deyman. Samimiyatimizni ifodalamandoq. Hunarimizni toza o'qdan ko'rsataylik. Agar jannatda bo'lgan bo'lsak, men Manju Xanzolarning ham aloyidligini namoyon qilatdim. Lekin bu yerda hech qanday narsani setib olib bo'lmasa. Fatma demoqchimanki, u kishi degan musulmon. Sizning Manjucha, Xansucha qizalaringiz demaydi. Yo'ldosh Abdulkimning deyishicha, uni mehmonga chaqirsa, qanday tamoq qilishimiz muhim emas. Muhimi tamoq cho'qim musulmoncha bo'lishi kerak. Mana tayyorlik qilyapman-ku, beliqroqlarni tozalab qo'ydim. Qarang sizni, men musulmoncha dedim, ularni tozalang demadim. Darhol ashuni dimlab yuting, ha? Hey, o'rdan. Ha. Men to'g'ri. Qarang sizni, yana o'zim to'g'ri. Hey, Lavton. Sizlarga aroq qo'yib bering. Yo'q, to'ng'aldim. Rahmat sizga. Men aroq ichamayman. Ras, aroq ichamayman shunday. Aroq ichmayman. Ha, qarang bu. Mey, amsi qahva keltiring. Ha, qahva islamsiz. Aroq ichishga odatlangan bo'lsangiz, amiz qahva iching. Sizga qahva damlab chiqdim. Qahva? Men choyli ichaymiki? Choy? Ha. Muallim. Abdulla akam choy ichay deydi. Lonjang chaymi yoki boshqa chaylardimi? Siz xohlaganda men damlab beray. Doğruluq choy bormi? Doğruluq choy. Doğruluq choy, ha. Issiqlik choy, men bildim. Men damlab chiqay. Ha, avar qilgan bo'ldim sizni, ha. Bermay muallim. Bekcha patatdingiz. Qani o'tiring. Ha, o'tiring. Shundoq. O'tiring. Siz o'tiring. Hech gap yo'q, japatatmadim. Men-chi uyimizga mashhur muqam ustozni taklif qila olganimiz uchun to'liq xushal bo'layapman. Abdulla ustoz, bemalol eling, bu qo'rimlarni birinchi qatam ko'rib baqdim. Tilingizga tetamdi yo'q, bilmadim. Ha, o'xshabdi, shundoq o'xshabdi. Yana bir qo'rim bor edi. Sizlar o'tirib turinglar. Tezroq bo'ling, ha? Muallim. Bu xotanning eng yaxshi Uyg'urcha do'rliqchi. Mijozini tanishaydi, pek yaxshi. Bu sizlar degan do'rliq choy. Rahmat. Ha, bunda qilaylik. Tamoq yeyishni ilgari men 3 qadam ko'tarib o'tay. Ha, qanamsa?
ko'p ishmisangiz bo'ladi. Hech gap yo'q, hech gap yo'q. Bu birinchi qadakni boyi to'limi mamnunlik bilan siz o'rinlagan muqomni anglaganligim. Sizning biz shuncha zarqib kutgan, mushaqqatda izlab topgan muqom peshvosi ekanligingiz sharafiga ko'tiraman. Rahmat. Qo'ying. Bu ikkinchi qadakni o'zimning sharaf bilan muqomni qutqizish guruhida qatnashganligim uchun ko'tiraman. Xo'sh. Bu üçüncü qadakni meningdek bir kasb ehli bo'lmagan kishini qabul ko'rishinglarni samimiy umid qilib, hammamizdan bir niyatda kuch chiqarib, muqomni ovozga elish va ratlash, eng oxirida dunyoga e'lon qilishimiz uchun ko'tiraman. Agar rostli shunday bo'lsa yaxshi bo'lg'idek. Hamkorligimizning muvaffaqiyatli bo'lishini umid qilaman. Mening so'zim tugadi. Rahmat, bak obdan bo'ldi. E'lonlar, qo'rmalar Muallim. Men yo'l bo'yi bir ishni o'ylab keldim, lekin zotli tushunolmadim. Qani deysizlar? Bu Ünalgı degan zoti nima yeydi? Uning rostli shuncha nurg'un quluqi bormi? Endi boy og'an ovozni anglab boqayli. Ma'qul. Dada, anlasla, baysilning aytganlari. Yine baş çektim. Qarang, neymiş bu? Hech gap yo'q. Xotirjam bo'ling, tanishib ko'raylik. Sizlar birdam aram yeb turinglar. Ha, ma'qul. Hey. Anlayapsizmi? Birdam ayol kishi yig'lagandek ovoz chiqsa, birdam eshak ang'irgandek anglayotdi. Hey, men aytgan muqam mushuma? Hey, bu bir alvasdan shamol sandiqi. Dada, uskuna degan odamga o'xshaydi. Uni ba'zida og'rib qoladi. Aldırmay tursun. Yo'q, degan bila. Abdulla aka, jiddiyleşmizle. Sebebini tekshiryapmiz emasmi? Anana, mana dinimdek bo'p demasmi? Bu hech nima yemaydigan, ishmaydigan, quloq eg'iz yo'q, ha? Jonsiz bir mo'nak temir odamning ovozini qanday saqlab qola oladi? Bu mumkinmi, ha? Qandaqsigi mumkin bo'lsin? Abdulla aka, Ünalgı degan umu bir ilm. Uningmi ilmiy qonuniyati bor. Ablekim ukam. Agar ovozga mushundaq elib, muqammamni mushu ahvolga tushirib qo'ydigan bo'lsanglar, yaxshi, Bovdunni elib, uyga qaytib ketganim tuzukka meni. Garchi men jahon ko'rmagan bo'lsam-mo, lekin bu olvosda mening muqammamga varislik qilsa bo'lmaganidek, men taqat qila olmayman. Menimcha Murodil apandimi mening ko'nglimni tushunadi. Yura, Bovdun bolam. Abdulla aka, bunda qilaylik. Bovdun, siz avval otangiz bilan chiqib aram yeb turing. Operat o'ngshalgandan keyin anda yana sizlarni chaqiraylik, ha? Bo'ladi. Qandaq bo'lg'ini bu? Chataqni topa oldingizmi? Ha, elektr stansiyadik masala. Tok besmi turaqliq bo'lmaslar, ovoz mushundaq bo'ladi. Operatda masala yo'q. Men sizga dedim-ku, bundaq ketaversa zodli bo'lmaydi. Hal qilishning chorasi yo'qmi? Regulyatordan birini o'rnan solib bo'ladi. Amisi darhol o'rnatayli. Abdulla aka sınaq tariqasida aytgan yiliq bo'lakni qandaqroq his qildingiz? Meningcha, ilgirki muqamchilarning aytganiga ancha o'xshamaydi ekan. Uning barmoqlariga diqqat qildingizmi yo'q? O'ng qo'lining kamolchi tutgan barmoqlari bakli qadaq bo'lib ketibdi. Agar necha 10 yillik mashg'ulot bo'lmasa, shuncha qadaq bo'lib ketish mumkinmi?
Onun ovozi to'lim yiqimli ham muğliq ekan. O'xshashmagan bo'laklarni aytgan chaqdagi hissiyatmi o'xshashmaydi ekan. Meningcha, buni masxushliq desak bo'g'dak. Ya'ni o'z aytqanga o'z mas bo'lmoq. To'g'ri, nihoyat yaxshi sifatladingiz. O'rnitib bo'ldim. O'rnitib bo'ldingizmi? Rasma, regulyatorni o'rnitib bo'ldingizmi? Kaçan peykan körünge. Endi obdan bo'ldi. Kechda tok kelgan chog'da rasmiy ovoz qilishni boshlasak bo'ladi. Yana beri chataq chiqmasli bo'ladi-ku. Shundoq. Tunugin oqshom Abdulla akam ranjib qoldi. Uning gaplarini sizmi angladingizmi? Shundoq, anglamay qolamanmi? Tunugin og'an ovozi iliqroq chiqqan tursa, u ranjimay qoladimi? Abdulla akadek bundaq san'atkorlar to'limi kam uchraydi. Uning jismoniyati zaqlansa, u roziki, ammo u so'ygan san'atini ziyon ushirishni hargiz xohlamaydi. Shundoq. Cho'qim chataq chiqmaydi, shundoq. Chataq yo'q. Yaxshi. Japa chekdingiz usta. Teshdikmi? Teshdikmi. Qani bu yoqqa. Teshdikmi? Buning kesili saqaydimi? Saqaydi, talto'kis saqaydi. Uningga dori berdinglarmi? Dori berdik. Uning kesili saqib bo'ldi. Amsa mayli tayyor bo'layli. Endi ovoz qilishni boshlaymiz, ha? To'xtinglar. Men bir sinab boqay. Uning kesili zot saqaydimi yo'q? Chataq yo'q. U bir anglab baqsin. Amsa tayyor bo'lingmi? Tayyor bo'linglar. 3 2 Resmi ovoz qilishni boshlasa qandaq? Bo'ladi. Ovoz qilishni boshlaylik. Bolam, biz tayyorligimizni qilib olaylik, juma. Kechiringlar. Har qaysinglar sirti birdam turib turamsizlar. Marhamat. Yuringlar. Oblikem. Ularning bir qandaq rasm qaytisi bor o'xshamamdi. Men mutaz aniq bilmayman. Birdam kutib turaylik, ha? Ma'qul, kutib turaylik. Rasm qoidasi bormikan? Men bilmadim. Bo'ldi, qani marhamat. Qani. Abdulla ustoz, mush turqingiz bilan yangi kuyovlig'iga o'xshab qapsiz. Abdulla aka, oz deganda 10 yosh yashirib qaptilar. Rostdan desam, biz ovoz oladigan so'rinda hech qanday tomoshabin yo'q. Nemeli keyslar baribir edi. To'malim. Ehtimal siz ancha bilmasangiz kerak. A'zoy badanni pokiz tutib, usti bosh xiratlik kiyinish biz muqamchilarning ajdodlarimizdan tortib amal qilib kelayotgan qoidamiz. Siz tomoshabin yo'q dedingiz. Tomoshabin bo'lmasa, men kimga aytib beraman? Men ashu unalg'ini tomoshabin deb bilaman. Yurtliqlarim o'rinda ko'raman. Bo'lmasa, men muqam aytolmayman. Hem yaxshi aytolmayman. Abdulla aka, tushundim. Ko'nglingizdagini men tushundim.
kılıp tenken sigar çalsan vay kerim meşrep kadak sulgın olaylı mesli mustagrep bilir kimge satayı bilir kimge camime alsan vay yarem bilir kimge bilir kimge satayı bilir kimge Boldun aka. Ha? Hozir yurtimizda o'riklar chechaklab ketdi deyman. Urumchi bo'lsa, texijili so'g'uq. Meningcha, Urumchi Tangri taqqa yaqin bo'lg'ach shundaqdi. Hozir bu yerdagi uylarda texcha tommashga o't qilyapti. Anglasam tex 4-oylarda qor yig'ishmi doim bo'lib turadigan ishga. Shundoq. Zokra? Do'nko'rik degan mushi ekan-da. Ha, bu urumchidagi eng avod baza. Boldun aka, bilamsiz, bizning naqshi usul o'migi bu yerga xeyli yaqin. Birdamla mangsak yetib bormiz. Bu sesiq terlarning ko'kdak nemisi bor. Bovdun! Bovdun! Bu yoqqa. Dada. Qarag'ana bolam. Bu tag'an xil yashinib qolgan bo'lsa-mu, yana o'shaovat bozorda atrofidagi boshqa ishlarga ko'ngil bo'lmay, butun vujudi bilan berilib, o'z ishini ko'ngil qo'yib qilib yetibdi. Shunga bolam, biz mayli qanday ish qilaylik, chin ixlos bilan qilishimiz kerak. Shuning uchun sen satarchilikni, muqam etishni o'rgangan chig'ingda ana shunda ixlos bilan o'rgangan. Faqat ijtihod qilsanglar, yaxshi o'rganasiz. Anladingmi? Bildim da. Lavto, kechikib qoldimmi? Yo'qay, Ulaqini tex kelmadi. Balqona qaraq. uxlab qoldi. Doğrusunu içirdingizmi? Ichirdim. Biroq yana qizyotdi. Hech gap yo'q. O'g'il ola emasmi? Jini ching bo'ladi. Ajab qiziqmi? Bovdun! Tag'am sizni chaqiryapti. Dada. Abdulla tag'a. Dada, nima bo'ldilar? Nima bo'ldilar? Qo'zg'im bak og'rib ketyapti. Bak og'riyotamda. Dada og'riyoapti. Amsa doktorga ko'rsataylik. Yurslar. 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 Astroq. Ablakim. Ha? Lavton. Hökumətning madaniyat tarmog'idan avatibdi. Ko'rib baqing. Bunun ikisi Uyg'ur yoziq ekan. O'qiyamayman. Siz mazmunni deb bering, Ha, Janubiy Shinjongdagi bir qancha xalq san'atkori hukumatga arz qilibdi. Muqamni ovozga olish uchun nomzodni oshkor tanlamadi debdi. Abdullaning tanlangani uchun ularning fikri bor ekan. Fikri bor ekan? Abdullani biz tovandan tanlab kelgan tursak. Qarang. O'tgan qatim biz Abdulla akini taklif qilib olganda, u andish qilib bakli ikkilangan edi. Mana endi bu xat paydo bo'ldi. Ehtimol yurtida uning kushandilari bo'lsa kerak. Kushanda? Onuğa kim kushanda bo'layotganini o'ylab yetamayapman. Shuncha aqko'ngil bir samimiy odam kimning ranjitib qo'ygan bo'g'iydi, ha? Ha, kangri o'rmonda har qanday qushni uchratqili bo'ladi. Biroq bu ahvolga qarab, men bir masalani o'ylab qoldim. Biz Shinjongda hozirgi saqlanib kelayotgan muqamlarni umumyuzlik tekshirishni xizmat planimizga kirgizishimiz kerak ekan. Bo'mi to'g'ri.
Shunda qilsak, bizda Uyg'ur xalqining muqomlariga nisbatan umumyuzlik tushuncha hosil bo'ladi ekan. Biz ovoz qilish va ratlash xizmatlarini oxirlashtirgandan keyin bir guruh qurib Janubiy va Shimoliy Shinjongga berib kelaylik. Ha? Ha. Yana bir ish bor. O'tgan yo'ldosh Murod elektr stansiyasining bizga yana bir toksimi liniyasi ulab berdiganligini aytgan. Bu qachon ishga osha? To'xtab turing, ha. Ha, elektr stansiyasimi? Men muqam qutqizib olish guruhisidagi oblekim bo'laman. Ha, shundoq. Ha, men dal mush ish to'g'riliq telefon qilgan edim. Ha, bo'ladi. Bo'ladi. Rahmat sizga. Qanday qopdi? Jiddiy ishlab etibdi. Bir hafta ichida tok keladi ekan. Yaxshi qopdi. Emis men qaytay. Ha, xo'sh emsa. Lavton, aram elib eling. Yuzingizni surtib eling. Ha. Havo o'zgaryapti. Hey, astaroq. Bola uxlab qoldi. Yana biroz ko'mir sepib qo'yaylik. Uy issiqroq tursin. Ma'qul. Lavton. Not xotirlashni qanday qilyapsiz? Ishga yurishni xotirlab bo'ldim. Biroq bak tasga tushdi. Nimishqa? Bu 12 muqam, qo'shoq, xalq naqshlari, ham dastonlarni, mashrab usul padlari, ham marg'ullarni o'z ichiga olgan ekan. Bundaq ko'p xil temalik mazmunlardan tashkil topgan bu yurishli ko'y jami 12 bo'lakka bo'lindi ekan. Har bir bo'lakning oyoqlashishi keyingi bo'lakning boshlanishi hisoblandi ekan. Onundaki nefs ve serim ahanla inta yakınlık anlandı ekan. Tolumu özgüçlük egi ekan. Ama hazır bizde bar bo'lgan not belgileri bilan buni to'g'ri ifodalab chiqmoq intayin tez. Hay, siz uni o'z ehtiyojimizga asosan xotirlab chiqilib bo'g'idagi yangi not belgilarini ixtiro qila olasizmi? Shunday qilyapman. Hozircha dap odari uchun 2 siziqlik not belgisini yasab chiqdim. Keyincha muzik sohasidagi kasbdoshlarning buni e'tirof qilish qilmasligini bilmayman. Siz o'rgangan aşı musiqa nazariyalarini mana endi ishlatadigan maydon bor bo'ldi. Biz hozir xotirlab chiqqan 12 muqam faqat ozg'ini bir qismi. 2 kun beri mundaq his qilib qoldim. Ayting, bizning muqam bilan uchrashganimiz butun hayotimizdagi eng muhim va eng omadli bir ish bo'lib qolarmi, qandaq? Shundoq. Siz shunchalik Shinjong meni deb keldingiz. Kelganingizga pushaymon qilamsiz. Pushaymon qilgan bo'lsam, balam bilan bu yerda yurib nima qilatdim? Endi xotirjam bo'ldim. Abdulla akamning qaltisligini qarang, ha. U muqamda shundoq hissiyatli aytdi ekan. Aytgandimi har bir bo'lakni shundoq voyaga yetkazib aytdi ekan. Naqshlarining tekstini tushunmasangizmi, butun vujudingizni o'ziga tatalaydi. Men o'sha naqsh tekstlarga to'limi hayron bo'lib ketyapman. Necha ming misrah tursa, u qanday yetib olgandi? Bu degan talantda. Uning muqamga bo'lgan ishlar haqida bugungi bu talantini yetildirish uchun qanchalik ajr qilganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Haras, oblikimning deyishicha, naqsh tekstlarini tarjima qiladigan haliqi bir qancha mutaxassis kim bo'pti? Yana Uyg'urlarning mashhur bir shoirim bor ekan. Bu bir katta qurilishchimi? O'ylamamsiz, Uyg'urchani xansuchiga tarjima qilmoq, ondan yana selishtirmoq, yana uni ratlamak ishtiq ko'pkan. Qiyinligi o qiyin, oldirmay qilmaysiz. Ha, ishni deyman-a, bugun ajab to'xtamdi-ku. Sizga deyishni unutib qoptiman. Yo'ldosh Abdukim menga degan, yo'ldosh Murodil xizmatlarimizga qulaylik yaratish uchun bizga maxsus bir liniyani ayirib beribdi. Mo'lcharimcha endi to'xtab qolmaydi. Ravolashdiq deyman. Ularning shuncha tez liniya qo'shib bergandan qaraganda muqamga intayin ahamiyat berib yetibdi. Yaxshi bo'ldi. Endi kunduzmi ovoz ola oladigan bo'ldik. Shundoq. Baldiroq uxlaylik. Ma'qul. Nima bo'ldi? Nima ish oldi? Bola qarang. Nima ish bo'lgandi bu?
Soy onda ot kuyuvatab deb patlab ketgan nemisi? Loto, darhol Ünalgı sınırı qarab yiqin. Tez bo'lo. Chopsan bo'lo. Mana. Jin bola. Yig'lamag'in. Tonto, yig'lamag'in. Biz keraksiz o'tdiq. Loto, endi qanday qilamiz? Javobgarlik menda. Hammaga men ayiblik. Sizlarga eskartib qo'ymagan ayib menda. Sizlar Janubiy Jungoda yashagan. Shinjongning tommashlarini ishlatishni bilmaysizlar. O'tni bek ulug' qolaversa, yana kelib Turxonga qor qoplashib qolsa, tommash portlamay qolamidi. Odam zaxmlanmagan bo'lsa bo'ldi. Balaga bir ish bo'lmagandi. Bola bak qizib ketyapti. Bemi uni okul saldirg'ili doktorxonaga olib ketdi. Hozir birdan bir amal shuki, Abdulla akini qaytadan ovozga ilishga ma'qul keltirish. Biz yerim yil behud ishlagan bo'ldikmi endi? Abdulla akining serg'iti yirtilib ketibdi. U koni kasal o'xshaydi. Bu muqam to'lg'anda kuchinib, qo'saqqa besim tushish sababidan bo'lgan bo'lsa kerak. Mush mazgil ichida qattiq ehtiyot qilish kerak. To'malim. Dadangizga obdan qarang. Tontoning kesili tex saqaymadi. Oqsaqalma og'rib qoldi. Hamma avarchilikning bir xil kelganini qarmamdigan. Shuni deyman. Biz qaytib berib baliq qarab baqaylik. Dadamning kesilini bu ahvolga tushib qolar deb faqat o'ylamabdi ekanman. Bog'don, hech ishni o'ylamang. Agar bir ehtiyojingiz bo'lsa, darhol menga ayting. Agar dadam aytolmay qolsa, aytoladigan boshqa odam chiqmasmi? Xalq san'ati bo'lganligi uchun 12 muqam davomli xalq orasida tarqalayverdi. Shug'ulisi mukammal bo'lgan 1.12 muqamni ehtimol saqlab qolamaydigan o'xshaymiz. 12 muqamni qutuldirib olish uchun hukumat bu xizmatga nurg'un kuch sarf qildi. Lekin biz bir qadam kechikib qolibmiz. Ablikim taqa. Men bir amal qilib, dadamni qayta satarni qo'lga ilib, oyoqlashmagan 12 muqamni ovozga ilish xizmatini oxirlashtirishga kafolat berman. Bo'lamdi. Oqsoqolning salomatligi yaxshi emas, shunga biz amalsiz qoldik. Yaxshi ko'nglingizga rahmat. Bo'ldi, kirib keting. Dadangizga obdan qarang. Nima? Yana qayta aytam deganman. Men endi aytmayman. Qayta ovozga olmoqdan boshqa hech qanday amal yo'q ekan. Jinim balam. Muqam aytganda yolg'iz ovozga tayanmaymiz. Balki yana hissiyat qitayimiz, butun vujudim bilan berilib esi anda bo'ladi muqam degan. Bu o'rib ko'rib o't qaqlaydigan tonurdagi non bo'lmasa ya. Ablikim tag'am shundoq dedi. Qayta ovozga olmoqdan boshqa hech qanday amal yo'q ekan. Mencha boshliq uskuniga zarli ishonmagan. Deganlarim to'g'ri chiqqanda? O uskunning yo jini bo'lmasa, undaq jonsiz narsaga qandoq ishongili bo'lsin balam, ha? Dada, endi qanday qilamiz? Mushundaqla qaytib ketamdiq? Ha?
Avval kesilim saqaysin. Saqaygandan keyin bir gap bo'lar. Baliq qandaqroq? Astaroq. Hozirla uxladi. Doktor nima deydi? Doktor zukam tegibdi deydi. Biroq o'pkisimi yaxshi emas ekan. O'pka yalliqoga aylanib ketamikin, yaxshisi uni doktorxonaga yetkazinglar dedi. Doktorxonaga yetkazamdoq? Biroq meningcha cho'ng masala yo'q. Tegishli dorini yezib berdi. Meningcha dorini vaqtida ishkizib, qaynoq suvni ko'proq bersak, diqqat qilib kuzatsak, bir necha kun o'ngshilib qolar. Asta, bu ishlarni tanqistab kelgin deyman-a. Balamizmi og'rib qoldi. Abdulla akam og'rib qoldi. U oqsoqol obdala yashinib qolgan tursa, muqam aytishqa buncha kuch sarf bo'ldig'ini o'ylamabdi ekanman. Mushu bir necha oydan beri meningcha u obdala zo'riqdi. Mening bu qayta ovozga elish uchun uni yana malol qilishga ko'nglim unamaydi. Men doktorxonadagi chaqda shuni o'ylab qoldim. Biz bu ovoz elingan po'lat simni tozalab baqsa qanday bo'lar? Bo'mi bir amal. Meningcha bo'lar. Shundaq. Bunda qilsak Abdulla akani qayta malol qilishimizdan hojat qolmaydi. Biroq mening birdan bir ansiraydiganim shuki, tozalanib chiqqandan keyin uning ovoz sifatiga ta'sir etamdi yo'q. Avval bir tozalab baqayli. Ma'qul. O'shanda qilsak bo'larmi? Pak surtdim. Ko'rib beqam. Ha. Tuz tating. Bo'ldim. Bu yani keynini o'xshash surtding. Chinroq tatdim. Soat necha bo'ldi? 3dan oshdi. To'ng-to'ng to'g'ri aytdingizmi?